Demak, boshladik. Birinchi tamoyil. O'zgalar uchun qaror qabul qilmang. Biznesda eng katta xatolardan biri insonning o'rniga qaror qabul qilishdir. Ko'pchilik hamkorlar taklif qilishdan oldin odamning o'rniga o'zlari qaror chiqarib qo'yishadi. Ya'ni, bu odamda puli yo'q, bu insonga qiziq emas, u bunday bizneslarga qiziqmaydi deb o'ylab, birov uchun qaror qabul qilishadi. Aslida bu esa noto'g'ri yondashuv. Chunki har bir insonning hayoti, maqsadi va imkoniyatlari har xil. Siz uning nima xohlayotganini aniq bilmaysiz. Shuning uchun uning o'rniga qaror chiqarish undan imkoniyatni o'g'irlash bilan barobar hisoblanadi. Enverlife biznesda ham ushbu tushuncha juda muhim o'rin tutadi. Bu yerda siz odamlarga Travel Advantage platformasi orqali arzon sayohat qilish, qo'shimcha daromad topish imkoniyatini ko'rsatasiz. Kimdir sayohatni yaxshi ko'radi, kimdir esa moliyaviy erkinlikni istaydi. Lekin bu imkoniyat ularga mos keladimi yoki yo'qmi, buni faqat ularning o'zlari hal qilishlari kerak. Sizning vazifangiz qaror qabul qilish emas. Sizning vazifangiz ularga ushbu imkoniyatni ko'rsatish. Agar siz kimnidir o'rniga qaror chiqarib, uni taklif qilmasangiz, u inson bu imkoniyat haqida hech qachon bilmasligi mumkin. Balki u aynan shu imkoniyatni izlayotgan bo'lishi mumkin. Balki uning hayoti shu qaror orqali o'zgarishi mumkin. Balki uni boshqa bir inson taklif qilishi mumkin. Shuning uchun Enverlife'dagi eng to'g'ri yo'l ko'proq insonlarga imkoniyatni ko'rsatish. Qarorni esa ularning o'zlari qabul qilishadi. Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak, biznesda siz hech qachon boshqa birovning o'rniga qaror chiqarmasligingiz kerak. Siz faqat eshikni ochib berasiz. Undan kirish yoki kirmaslik uning o'zining tanlovi.